Dolayım dua kutundum. Sizge emas, sizge birinci, başkalarga ham. Lekin sizni g'alabangiz boshqalarga ham ruhlantirdi. Yozyapsizmi? Qasaboyning birinchi olgan oltin medali boshqa bokschilarimizni ham ruhlantirib, ularga kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shdi. Qasaboyga ming marta rahmat. Doğru. Yuzga kiring, shogirdlaringiz ko'paysin. Farzandlaringiz ham Acaba dua qiling. Amin. Parvardigor olam, el yurtimizni tinchligini, sog'lomlik, dunyoviy ofatlardan o'zing saqlagin. Vatanimizga ko'z tegmasin. Vatanimiz 25 yilda hech qaysi davlatlar dunyoda yetolmagan narsaga yetdi. Mana shu bolalarga mana prezidentimiz 3 bosqichli sport tashkil qilib, mana mevasi bir yil yakunlandi. Mana birinchi hosili mana shular. Prezidentimizga ham rahmat, inshaalloh juda katta himmat qilgan. Sanjallari sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch olsin. Mana shu xonadon sohibi va mana shu mahalla hammamiz tinch olaylik. Yurtimiz tinch olsin. Xonadonlarimizga Alloh fayz, baraka bersin. Kuch, quvvat, g'ayrat, shijoat bersin. Yoshlarimiz mana Hasanboy singari boksdan hamma sohalardan chiqa olsin mana. Bitta mana shu Andijonda qaranglar. Andijon deganda mana shu prezidentimizdan boshqacha gapirar edi. Andijondan birinchi oltin medal olgan boks chiqqan bo'lsa, oltin medal olgan og'ir tijorat shtangi chiqdi, shtangi. Ham Olimpiada rekordini yangilab qo'ydi. Ruslan Nuriddinov. Unga ham otasiga rahmat. Hali vaqt bo'lganda borib ziyorat qilamiz. Chunki bizning vatanimizni, xalqimizni ko'kragini ko'tarib qo'ydi ular. O'zbekiston dunyoga tanildi. 25 yilda bunchalik boksdan ayniqsa boks jahon bo'yicha Olimpiada bo'yicha birinchi o'rinda oldi. Kuba turibdi. Necha yildan beri hayqirib mushuk ko'tarib, Amerika turibdi, Buyuk Britaniya turibdi, Fransiya turibdi. Bularda oldida O'zbekiston 25 yosh yigit, navqiron yigit yoshida to'lib, mana navqiron yigitlar oltin medal olib, yurtimizni kimligimizni ko'rsatib qo'ydi. O'zbek xalqidan shunaqa katta odamlar chiqqan inshaalloh. Ulug'bek, Mirzo Ulug'bek, Amir Temur dunyoda yarmini so'ragan. Tinchlik, tenglik uchun kurashgan Amir Temur ham. Amin. Hammamiz tinch olaylik, yurtimiz tinch olsin, viloyatimiz, tumanimiz, xonadonlarimiz hammamiz tinch olsin, to'ylar olsin. Alloh